Assalomu alaykum. Mazali oshxonamizga xush kelibsiz. Mazali oshxonada bugun trifle desertini tayyorlashni o'rganamiz. Ishimizni bismillahni aytib, tuxum chaqishdan boshlaymiz. Tuxumni yaxshilab aralashtirib, unga 1,5 stakan shakar solamiz. Shakarimiz erigunga qadar aralashtirishni davom ettiramiz. $200 gram sutni solamiz. 1/2 stakan yog'ni solib aralashtiramiz va elagimizga 2 stakan un, 2 osh qoshiq to'la kakao hamda 1 choy qoshiq to'la angel razrixli tilini solib elab olamiz. Pechimizni 200 darajada qizdirib tayyorlab qo'yamiz. Listimizni yog'lab, bir xil massa bo'lgandan keyin suvimizni qaynatib qo'yamiz va 1 stakan qaynagan suvni massamizga solib aralashtirishni davom ettiramiz. Massamiz xiyol suyuqroq bo'ladi. Yog'langan listimizga massamizni hammasini solib, bir xil qilib yoyib, pechimizda 20-25 daqiqada pishirib olamiz. Kremimiz uchun 200 gram cheez kremni idishimizga solib olamiz. Va unga 4 osh qoshiq to'la saxarli pudrani solib aralashtiramiz venchik yordamida. Ko'p aralashtirmaymiz, 1-2 minut bo'ladi. Toza idishimizga 1 litr oq qaymoqni solib, unga ozgina vanilin, 200-300 gram oq sgushyonkani solib, mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Kremimizni juda ham qattiq holiga keltirib olmaymiz, o'rtacha qaymoqli krem tayyorlab olamiz. Va unga birinchi tayyorlab qo'ygan cheez kremimizni aralashtirib, bitta aylantirib tayyorlab qo'yamiz. Bu borada tayyorlab pishib chiqqan biskvitimizni mayda kroshka holiga keltirib olamiz. Juda ham mayda qilib yormaymiz. Ichiga solish uchun bananni mayda kubik qilib to'g'rab qo'ydim. Mana yer yong'og'imizni po'stidan artib, razvoy idishlarimizni tayyorlab, yulduzcha nasatkali qopimizga krem o'zini solib qo'ydim. 2 osh qoshiqdan maydalangan kroshkalardan solib chiqamiz idishlarimizga. Endi agar bu biskvitimiz quruq desanglar, ustidan sirop sepib yuborishinglar mumkin. Tayyorlab qo'ygan qaymoqli kremimizni ustidan quyib chiqamiz. Buni ustidan to'g'ralgan bananni solamiz. Banan o'rniga malina yoki olcha, maydalangan shokolad, yong'oq yoki karamel solishingiz ham mumkin. Endi yana ishimizni takroran qaytaramiz. Yana kroshka qaymoq qilib, xuddi shu ishni takrorlaymiz. Buni ustidan men maydalab tozalangan yer yong'og'ini sepib chiqdim. Yana kroshka solamiz. Bu kroshkani ustini o'zidan ham xohlasanglar shokolad quyib yuborishinglar mumkin. Lekin men bir sidra qaymoq surib chiqdim. Endi agar quruq kroshkani ustidan quymoqchi bo'lsanglar, eritilgan shokoladga albatta yong'oq aralashtirib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Vodinoy banyada 4 osh qoshiq qaymoqqa bitta plitkani solib eritib oldim. Lekin shokoladim qotib qolganligi bois men unga qaynagan suv solib bir xil massa holiga keltirib oldim. Mana tayyor shokoladimizni ham qopchaga solib, desertimizni ustiga quyib chiqdim. Desertlarimizning ustini kokos yoki maydalangan yong'oq bilan bezatishimiz mumkin. Desertlarimiz tayyor. Oila a'zolaringizga yoqadi degan umiddaman. Hammangizga yoqimli ishtaha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat.